5 ot kuchi dizel. 1000 na model hamda klassikda 5 ot kuchi 173 bosimli dizel traktor. Xo'p, bemamiz registrator bo'ladi. Qo'lda tortib zavod qilinadi. Krilovlari uzun, balonlari to'rga 8. Freza qatorlari 3 tonna 6 qator frezasi bo'ladi. Mana ko'rinishda. Xo'p, klassikimiz fara kapot bilan jihozlangan, akkumulyatorda, statorda 4 qator 8 qator freza bilan jihozlangan, balonlari to'rga. Ikkalasi ham dizel, ikkalasi ham 173 porsinda. Hop, bunisi baxmalga, bunisi Jizzaxga sotiladi. Dizelda baribir kalit stator bo'lgan yaxshi bo'ladi. Dizelda har doim gazni oxirigacha bosish kerak. Traktorlarni kim olib chiqindi? Juda savdosi yaxshi qoldi. Ko'p ishlataman, tindirmasdan ishlataman degan ekan akalarimiz. Dizel traktor olishadi, chunki rasxodga ham benzindan arzon tushadi. Qancha deysiz?